Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana shu onlayn ish Bifri kompaniyamizda yangi hamkor keldi. To'liq meni tanishtirib yotishingiz shart emas dedi. Bitta Rustam degan akamiz menga hamkor bo'ldi. Men yana odatdagidek $150 pul ishladim, hurmatli vatandoshlar. Bundan tashqari Yaponiyani kompaniyasi Helsti Cheres Qirg'iziston orqali Toshkentga kirib keldi, O'zbekistonga. 4 xil yo'nalishda kompaniya pul beradi. $230 bilan qo'shilasiz. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli Muzrabotlik, hurmatli Surxondaryoliklar, sizda menga shaxsan bir tim pulingiz kerak emas. Ba'zi odamlar 140-150 millionlab Termiz shaharlarga, avtosalonlarga, Cobaltga to'liq puliga kuyib qolyapti. Musofirda yurgan ba'zi fuqarolar 3 yil, 4 yilda 800 million, 1 milliard pul ishlay olmaydi. Men javob, mana shu kompaniyamizda ishlayotganlar ana shuncha pulni ishlayapti, Xudoga shukr. Agar sizni kallangiz ishlamasa, kallasi ishlayotgan odamni nasihatlariga, nima deydi, aytayotgan yo'nalishlariga bemalol qo'shilishlaringizni tavsiya qilaman. Men Akmal Jumayev, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanidan yana ham aytib o'taman, hech kimni 1 so'm lishniy puli menga kerak emas. Men Xudoga shukr bolalarimni halol yo'llar bilan boqaman. Xudo xohlasa umrimda oxirgacha ham shunday bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, dunyoni xohlagan nuqtasidan qo'shilish huquqiga egasiz. Shu telefon, internet ishlatishni bilsangiz bo'ldi. Shu sensor telefon bo'lsa, har qanday sensor telefon bo'lsa, pul ishlay olasiz agar siz xohlasangiz. Kimga qiziq bo'lsa, qo'shilaman deyotganlar bo'lsa, aloqaga chiqing. Soatlab men tushuncha berib, vaqtimni ketkizib yotmayman. Miyasi ishlamayotgan odam 1 soatlab eshitadi, gapiraman, tushuntiraman, foydasi yo'q, o'ylab ko'ray deydi. Unday fuqarolar murojaat qilib yotish shart emas. Kim qo'shilaman, ishlayman. Masalan, ko'p joylarda fuqarolarga ish yo'q. Uyingizda o'tirgan joyingizda qishda sovug'ida, yozda issig'ida ko'chaga birovga muhtoj bo'lib, kunlikka ishlab yo boshqa qilib o'zingizni xorizor qilgandan ko'ra, mana musofir yurtlarda ham ko'ryapmiz, butun dunyo notinch bo'lib turibdi. Shuning uchun uyga o'tirgan holatda yaxshi daromad qilish huquqingiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamimni aytib o'taman. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston farqi yo'q. Qaysi davlatda bo'lsangiz ham 18 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan fuqarolar qo'shilib pul ishlashi mumkin. Ikkala kompaniyamizga ham birovga xalaqit bermaydi. Telefon raqam +99 899 775 1181 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Videoni oxirsida yana ham aytib o'taman. Qo'shilmoqchi bo'lmagan insonlar telefon qilib bezovta qilmasin. Soatlab men vaqtimni ketkizib tushuntirib yotishimni ham xohlamayman. Nimagaki, u miyasi yo'q odamga 2 kunlab tushuntirsangiz ham uni foydasi yo'q. Juda ko'p fuqarolar telefon qilgan, o'ylab ko'ray. Umringizni oxirsigacha ham o'ylashingiz mumkin. Shu eski hammom, eski toz. Biz fuqarolar faqat yaxshi yo'lga boshlab, yaxshi daromad qilib, oilasi, bola chaqasi bag'rida, uyida o'tirgan holda hech kimdan kam bo'lmasligini ta'minlaymiz va yordam qilamiz. Xudo xohlasa, qo'ldan kelganimizcha yordamlarimizni ayamaymiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasiz. Akmal Jumayev xizmatingizda. Sog' bo'linglar.